milliy sertifikatga taalluqli bo'lgan trapetsiyadan test, to'g'ri burchakli ABCD trapetsiyada C burchak va D burchak 90 gradusdan BC taqsim CD 1 taqsim 2 nisbatda diagonallari o'zaro perpendikulyar. Trapetsiyaning o'rta chizig'i 10 ga teng, trapetsiyaning asoslarini toping. Endi testni yechishga o'tamiz. BC taqsim CD 1 taqsim 2 nisbatda deyilgan. Demak, men BC ni x deb olsam, CD ni 2x deb olaman. Trapetsiyaning diagonallari o'zaro perpendikulyar, o'rta chizig'i 10 cm. Xo'p, qara deganda, mana bu burchak alfa deb olsam, bu burchak beta deb oling. Bu burchak bilan bu burchak ichki almashuvchi burchak bo'ladi, bu ham beta bo'ladi. Bu beta bo'lsa, bu 90 gradus, bunisi alfa bo'ladi yana. Chunki to'g'ri burchakli uch burchakda ikkita o'tkir burchak yig'indisi 90 gradus, bunda ham ikkita o'tkir burchak yig'indisi 90 gradus bo'lib turibdi. Bu to'g'ri burchak beta. Mana bu uch burchak, ya'ni B, C, D uch burchak bilan D K qilay buni men. D K A uch burchagimiz o'xshash uch burchak hisoblanadi. Ma bu hozir alfa burchak qarshisidagi katet x, alfaga yopishgan katet 2x. Bu o'xshash bo'lgandan keyin buni ham alfa burchak qarshisidagi katetimiz y bilan belgilab olsak, beta burchak qarshisidagi katetimiz 2y bo'ladi. O'xshash bo'lganligi uchun. Yoki tangens alfa teng beta x taqsim 2x, bunda ham tangens alfa teng y taqsim 2y bo'ladi. Xuddi shuni topdik. Endi bizlar AD ni topadigan bo'lsak nima bo'ladi? Bu ikkita katet bo'lib turibdi hozir. Ikkita katet kvadratlarining yig'indisini ildizdan chiqarsak, gipotenuza chiqadi. Ya'ni 4y kvadratga y kvadrat qo'ysak 5y kvadrat, uni ildizdan chiqarsak ildiz 5 ko'paytiruv y bo'ladi. Xuddi shuni aniqlab oldik. Endi nima qilamiz? Mana bu to'g'ri burchakli uch burchakda mana bu, ya'ni y'imiz katetning gipotenuzdagi proyeksiyasi bo'lib turibdi. Ya'ni DCB to'g'ri burchakli trapetsiyada DK kesmamiz 2x ga teng bo'lgan CD katetning gipotenuzdagi proyeksiyasi bo'lib turibdi. Ya'ni buni boshqatda bundoq chizsam, bundoq holatda turibdi. Kishaytirib chizsak, mana x 2x bundoq chizsa, mana bu y bo'lib turibdi. Endi gipotenuzani topsam betdanman. 4x kvadrat plus x kvadrat 5x kvadrat ildiz 5x bo'ladi. Endi katetning gipotenuzdagi proyeksiyasi bor. Agar esinglarda bo'lsa, AC bilan belgilaylik buni. Gipotenuzda C, buni A bilan belgilasam hozirmi? A qilib qo'yay buni men. Bizda formula bor edi. AC teng A kvadrat taqsim C. Ya'ni gipotenuzaning katetdagi proyeksiyasini topadigan bo'lsak. Katetning gipotenuzdagi proyeksiyasi. A katetning gipotenuzdagi proyeksiyasi AC. Bunda A ni o'rniga 2x qo'yaman. Ya'ni 2x kvadrat 4x kvadrat bo'ladi. C ni o'rnida 5x turibdi. Bitta x'lar qisqarsa AC'imiz teng bo'ladi. Xo'p, 4x taqsim 5 bo'ladi. AC'imiz bitta y ga teng, ya'ni y'imiz shunga teng bo'ladi. Y topildi. Endi AD ni topadigan bo'lsam, AD ni topsam, ya'ni bitta x orqali ifodalaydi. Ildiz 5 y bu ham teng bo'ladi. Ildiz 5 ko'paytiruv y o'rniga 4x taqsim 5 qo'yaman. Bunda 4x chiqadi. Ya'ni bu 4x ga teng ekan. Demak, kichkina asosimiz BC asos x ga teng, AD katta asos 4x ga teng. O'rta chiziq ikkita asos yig'indisining yarmiga teng, ya'ni x bilan kichkina asos, katta asosimiz 4x, ya'ni AD'imiz. Yarmini olsam, o'rta chiziq chiqadi, o'rta chiziq 10 ga teng, 10 cm ga teng. 10 ga teng. Bundan x topsam men 5x 20 ga teng bo'ladi, x topsam 4 cm chiqadi. Endi kichkina asosimiz x 4 cm, katta asosimiz 4x. Ya'ni 4 ko'paytiruv 4, 16 cm. Demak, asoslar 4 cm va 16 cm. Berilgan testimiz javobi B. Bu test professional ikkinchi qismida olindi.